Bo'ldi adash ketdim bu yo'g'anchib ketibdi bu. Ya men yo'g'anchiman. Ya vaqirayman chidimay. Ya ukam kelamigan. Nima ukam? Kela. Nima? Kela rasm tushib olasan bilan. İçinim aka yuma kelib ketib keldim. Zippay. Uni tushpaganki mayaqda ditlab atgan 7-8 odamlar bor. Aka, o'zimizdan cholib ne adam. Ben bunu bilan kelib tushsam. Ana yaxshi chiqib qolmamada chiqdim. Qo'lingni de mana ikki qo'lingni de o'y mana. Bunday qilib berma. Butun shaklarini qilib tushib berma. Endi bu bir nachar ish emas-ku mana sizlar bizning xalqimizning eng katta cho'lponlari o'tirsizlar. Haqiqiy cho'lponlarimiz bir parcha rasm tushib olish uchun hargiz yoqtirmaydi. Xo'janim bu cho'lponlarning gapi bo'lib qo'yotdi. Masalan, endi bizniki sana saharimizdagi cho'lponlar Xalmurat akam, Toshmat akam, Qaysar akam, Nurisadam, ishki riyosatchimiz Shamsidam. Katta cho'lponlarimiz endi haqiqiy tirishib, ajr emgak bilan, mehnat bilan chiqqan cho'lponlar. Bir tal naqsh bilan to'nilib ketgan cho'lponlar borki. Masalan, yilqi Dimash Qozog'istondagi bir naqsh bilan bir kechada xalqarалық naqsh bo'lib ketdi. Oshda bolalar bizning diyorimizdan chiqsa bo'ladi desam, chiqdi bizning yilqi Mehmet Tursun degan inimiz. Bir kechada qopildashning naqsi. Ben şanlasam chiqdi la 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 la. Shijinasam chiqdi la 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 la. Bodulqinasam chiqdi, mashina og'zinglasam chiqdi ishdan da. Endi u bir munosabat qilmadi, yo'l qilmadi. Yaride naqsi. Xalqimiz onunğa yaxshi yuqori baho berdi. Shu inimizning ishlari yaxshi bo'lsin. Cho'lpon bo'lish uchun bir kechilik o'tkazish, yana birinim shu tetiydigan bir tal narsa bo'lsa, mening farazim cho'lpon bo'lib ketadigan deb o'yladim. Buning uchun ajr qildik emas ham cho'lponlar. Endi sizlar endi sana saharimizdagi cho'lponlar sizlar. Bu cho'lpon sana sahasida bo'lmaydi. Masalan, har bir kasb, har bir tur, har bir sohaning cho'lponlari bor. Masalan, doktorlik kasbiga cho'lponlar bor. Ma'rif sepidagi cho'lponlar bor, qonun sepidagi cho'lponlar bor. Hatto biz bilmaydigan yalnız bir anı turib, manglay tərini chiqirib, 4-5 balsını beqib, tərbiyəlab, vətən xalqı yaramlıq adam qıldıgan biz uqmaydigan ana cho'lponlarimiz borcha. Endi uningdan sirt mana bu qitim bizniki G'uljiga bilisizlar asosiyatdan. Bunu Gozgo'ga bir ko'rik saldi. Qattiq qilib. G'ulji xalqining 3 soatlik yo'lni qisqartib berdi hisobda, talkinni aylanib chiqatib burun. Shu ko'rikni salgan injenerma o'zining kasbidagi cho'lpon. Shunday korxonachalarimizning ichidan nurg'un odamga naf yetkazayotgan, nurg'un ishsizlarni ishga o'rinlashtirayotgan cho'lponlarimiz bor. Endi alayda ta'kidlab o'tadiganim mana mushu qitimqi yuqum mushu virus mezgillarida o'zining 80 yoshdan oshgan yashinib qolganligi bilan kari bo'lmay bir turkum yaxshi doktorlarni safarbar qilib, Jungodagi 1 milliard 400 million har millat xalqini yuqumdan qo'g'dab qolgan bizning Jongnanshan apandimdek umrlik cho'lponlarimiz bor. Rahmat. İşte qarsam Toshmatkamning bir gapi bor deyman. Yaras aka. Bir chiroy chiqatdi. Ya bir so'g'itibmi dedim. Ya gulibmi? Meshak bir chiqadigan bir chiroy bor aka. Ras. So'g'at bo'lsa sen aylansin qilib chiqaymi. Rahmat aka. Xo'sh aka, Toshmatkamni yana bir chavaklan bir kutib oldim. Muborak bo'lsin ukam. Rahmat. Bugun men emas, mishaga qatnashgan bizning do'stlarimiz, kasbdoshlarimiz, ustoz akalarimiz bo'lsin. Hammamiz nihoyat alayda holatda hayajonlanib, ras haqiqiy yuragimiz bilan kulib, qoyillik bilan chavak yoritib, sening bugungi natijalaringdan so'yinib, o'zimizning natijasidek faxrlanish tuyg'usida o'tirib turibmiz. Mana Xalmurat akam boshliq, Abdukeram Abdulaziz, Odil Majid, mana mush qatorliq bizning hurmatga sazovor ustozlarimizning keyindan iz besib,
Bugünkidek ustozlarimizga, bizga, shundaqla xalqimizga kulgi ato qilish safariga otlanganiga muborak bo'lsin ukam. Rahmat aka. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, so'g'at bugun Ro'zaqov ukam senda aylansin. Men zade Aka, endi mundaq Tashmat aka. ha, Endi sizni nima sovg'at kelgandi deb orzu qilyapman. Gul keldingizmi? Ya naq pulmi? Nima? Shuni bir Davitan aka bir ufqo'ylab tushib ketayman. albatta men gul tayyorligimga bugungi ehtiyojim sharoit faqat yor bermadi. Biroq nihoyat cho'ng bir gul dasta o'lkanmoqchidim. Pul desak, seni endi kasbni pulga bog'lab ezib ketib qolmasin deb bu tarafga to'xtab qoldim. Men endi yanilla bu san'at sepida mana bugünkidek hayajonlanib, mushtaq fursatlarga ega bo'ladigan, o'zim yaxshi ko'radigan kasbim orqali sana ko'nglimni bildiray deb bir naqsh ipdim. Bu sahne aka men yomon japat qurdimcha Tashmat aka. Albatta. Shuning uchun avval shu naqshini men bir uqib olay. To'g'ridu? Oson japat qilyapman men qaysini aytib bersa aka, Davitinga. Sana aytib berib topsin. Bugungi siraz alayt so'rim bo'pti, bash tallatib mushaqqa yaqsa aytib Ha? o'tayman. Menga yoqsa tomoshabinlar yoqadi ava. Men mana shu eng san'at hayotda qadam qo'ygandek yaxshi ko'radigan hep naqshni aytmasam qanday bo'ladi? Nima? Nima? Aka, u naqsha menmi anglab cho'ng'agan naqsha. Bak esil naqsha. Lekin aka bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Sababi aka mush mehmonlar men 3 soat, 4 soat ara vaqti bor. 3 soat o'tirib birsa Xalmuratga deb ara ekeldim. Bu naqshini dushanbadan tatib boshlaysiz. Qoldirib qo'yadi. Chorshanba, seshanba, orliq payshanbalari bor. Juma. Yani şembe keyingi dushanbaga hiç turamizmi biz? Mala ketib qilib shundan chorshanba ikkimiz yolg'iz chiqsak men. Shunisi aka boshqani, yengisini aka, bu yengi sakni qo'yib o'tib burun yo'q qo'ydi. Yengi saknamanki, yengini aytib bersak aka. Boshqani. Bo'pti. Yangi naqshlar mushtaq qadr qimmatli saklimizda aylansin ukam bugünkidek mushtaq bir alayid faoliyatga atab men bu shu tomoshabinlarimizga bir ömür hayatını külki ato qilib, nurg'un o'zlariniki jafoliq tirishish, qiyinchiliklarning oqisiga badiliga külki ato qilayotgan mana mush Xalmurat akamdek, Abdukaram opizdek, Adil Mejitdek, yani talay ustozlarimizdek ajr qilayotgan, ya'ni sana o'xshash mana bugünkidek yaxshi qadamni guldastlar bilan ep kelayotgan, shu külki ato qilayotgan san'atkorlarimizga beg'ishlab bir ijodiyat taqdim etay.